Oylik maosh 2000 dollardan 3000 dollargacha oliy ma'lumotli va o'rta mahsullarga ish bor. Do'stlar, shunaqa davrga kelib qolibmiz. Workmon xususiy bandlik agentligi oliy ma'lumotli va o'rta mahsullarni ishga taklif qiladi. Ishimiz qayerda deganlar Yevropada bo'ladi. Qo'limda turgan litsenziyalari bo'ladi. Bitta skrinshot qilinglarda bemalol tegishli joylarni tekshirib olaverasizlar. Ish turlari B pravasi borlarga, kuryerlarga, chorvachilik uchun ikkita oilaga ish, eng asosiy go'sht maydalovchi ishchilarni Workmon xususiy kompaniyasi Yevropaga ishga taklif qiladi. Instagram raqamlar orqali telefon qilib bemalol to'liq ma'lumot olishlaring mumkin. Qani bu yerda manzili agar adashadigan bo'lsang Telegram kanaliga o'tib lakat tashlab qo'yaman, bemalol kelaverasizlar. Farg'ona shahar, chap qo'limda hokimiyat bor, o'ng qo'limda esa ipoteka bankdan o'tganimdan keyin MIB bor. O'shaning oldida Workmon xususiy bandlik agentligi binosi bor. Videoni oliy ma'lumotli va o'rta maxsusda yuqori daromadli ish qidirib yurgan do'stlar hammasiga yuborib qo'yildi. Bunaqangi eng zo'r yangilik albatta Vodiy Proda bo'ladi. Shuning uchun hozirroq like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar.